Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Yig'inlarni boshlab oldik. Hammada kayfiyatlar a'lo darajada, xudo xolasa. Yaxshi kayfiyatda tayyorgarliklarni jamoatchilikka davom ettiryapmiz. Mashg'ulotlar ko'planmaga e'tibor qaratilyapti. Endi bari kechroq keldinglar. Mashg'ulotlarda har bir jihatlarga e'tibor berilyapti. Fizический, taktik, psixologik o'yinlarni ham ko'rib, hammasini tahlil qilib, hamma narsaga e'tibor berib tayyorgarlik ko'rilyapti. Oldindagi nazorat o'yinlari haqida nima deya olasiz Kanadanizdagi? Oldingi nazorat o'yinlar, xudo xolasa, shunga qarab tayyorgarlik ko'rilyapti. Harakat qilamiz, bor oxirigacha kurashib, yaxshi o'yin ko'rsatib tayyorgarlikni davom ettirishdi. O'z fikringiz? Yaxshi o'yin bo'ladi, endi ko'ramiz, tayyorgarlik qilib. Siz yarim himoyada ko'p taniganmizda, lekin klubda o'ng qanotda o'ynatishyapti. Karnavaro ham o'ngda o'ynatdi. Sizga qaysi pozitsiya ko'proq qulay? Endi bizga murabbiylar qaysi pozitsiyaga qo'ysa, o'sha tomonda o'ynaveramiz. Ikki tomonda ham o'rganib qoldim, qulay bo'lib qoldi. Rahmat.